Assalomu alaykum Metal Mart obunachilari. Xorazm viloyati Xiva shahrida yana bir fayzli to'yxonamizda turibmiz. Metal Mart kompaniyamiz tomonidan 200 dona ishlab chiqarish paxta gulli stolimizdan yetib kelgan. Hozir tushirish jarayonlaridamiz. Bu yerga taxlab egasiga topshirish jarayonlaridamiz. Video davomida sizlarga buni batafsil ko'rsatib boramiz. Kimga shunaqa stullar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, shu nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Rahmat.